konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda biz albatta jamoatchilik nazorati muhitini paydo qilishimiz kerak jonajon vatanimizda. Agar shu jamoatchilik fuqarolarimiz befarq bo'lmasa, bu meni vatanim, meni mahallam, meni rayonim, meni shaharim, meni jonajon O'zbekistonim deb harakat qilsak, albatta hamma o'zgaradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 6 bo'lim, 26 bob, 128 ta moddadan iborat. Konstitutsiya yaratilish yo'lidagi birinchi huquqiy qadam o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishidir. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanadi va ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 18-modda. O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 6-modda. Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasi.